Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi aytadilar. Tasavvur qiling. Qaramog'ingizda farzandlar bor. Farzandlarni to'y qilishligingiz kerak. Otaning haqqi bu, uylantirib qo'yish kerak. Bisotingizda 100 dinor pul bor. Ya'ni bisotingizda 10 ming dollar pul bor. Farzandlaringiz ham bor. Katta o'g'lingiz yoshi katta bo'lib qoldi, uni uylantirish kerak. Undan keyin uning ukasi ham bor, uning singlisi ham bor. Bisotingizdagi mana shu 100 dinor, 10 ming dollarning hammasiga to'y qilishligingiz isrof. Ya'ni bisotingizdagi hamma pulni to'yga ishlatish isrof, birodar. Isrofga sarflangan narsa haromga sarflanganning hukmini beradi. Bugun nima qilyapmiz? Bisotimizdagi pul ham ketyapti, yana qarzan bo'lib qolyapmiz. Yana farzandlarimiz ham bor. Nimaga deyapmiz? Orzu havas